O'tayotgan hafta nafaqat haydovchilar, balki yo'l patrul inspektorlari uchun ham sinovli bo'ldi. Kuzatilgan yog'ingarchilik, qor va ayniqsa kechqurunlari yo'llarda paydo bo'lgan muzlamalar qator qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Shunday bo'lsa-da, inspektorlar noqulay ob-havo sharoitlarida ham o'z xizmat vazifalarini qat'iy tartibda davom ettirishdi. Ko'rilgan choralar hamda haydovchilarning vaziyatga to'g'ri baho berishi natijasida viloyatimizda og'ir oqibatli hodisalar sodir bo'lmadi. Biroq bu bilan xotirjamlikka berilib bo'lmaydi. Har kuni ertalab yo'lga otlanamiz, kimdir ishga, kimdir o'qishga, yana kimlardir esa turmush yumushlari bilan biron manzilga shoshadi. Bu jarayonda barchamiz harakat ishtirokchisiga aylanamiz. Afsuski, yo'l xatardan xoli emas. Salgina e'tiborsizlik, shoshqaloqlik, qoidalarni nazar pisand qilmaslik ko'ngilsizliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Buni yaxshi anglaymiz-u, ba'zida unga rioya qilmaymiz. Xuddi mana bu mashina haydovchisiga o'xshab. E'tibor bering, haydovchi bir varakayiga bir qancha qoidalarni buzyapti. Quvib o'tish qoidasini buzish, sidirg'a chiziqni bosish, harakat ishtirokchilariga xalaqit qilish. Buning ustiga atrofdagi mashinalar va piyodalarga ham xavf tug'diryapti. Xayriyat, bu harakatlar ko'ngilni xira qiluvchi hodisalarsiz tugadi. Ammo haydovchi uchun bu o'zboshimchalik qimmatga tushadigan bo'ldi. Yo'l harakati qoidalarini nazariga ilmagan haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, tegishli chora ko'rildi. 90-228 davlat raqami belgili avtotransport vositasi haydovchisi yo'l harakati qoidasini qarama-qarshi yo'nalishdan harakatlanish va avariya holati sodir qilganligi bo'yicha Ma'muriy kodeksining 128-moddasi bo'yicha sizga ma'muriy bayonnoma tuziladi, hurmatli haydovchi. Ta'kidlaganimizdek, yo'llardagi bunday xatarli boshqaruv harakatning boshqa ishtirokchilarga katta xavf tug'diradi. Biroq biz so'z yuritmoqchi bo'lgan qoidabuzarlik tug'diradigan xavf undan-da jiddiy. Anglagan bo'lsangiz, endi spirtli ichimlik ichib transport vositasini boshqarish haqida so'z yuritmoqchimiz. Birozgina ichdim, sarxush emasman degan bahonalar bilan inspektor tugul o'zingizni aldashingiz avvalo siz uchun katta xatar. Afsuski, alkogol ichimlik ichib sodir etilgan ayanchli hodisalarni ko'p ko'rganmiz. Buning oqibatida qancha murg'ak farzandlar, ota-ona yoki aka-singillarimiz qurbon bo'lishgan. Afsus, bundan to'g'ri xulosa chiqarmaydigan haydovchilar haligacha uchrab turibdi. Doktordan aytganligimdan shuni o'tib bering, o'tkazib bering bo'ldi. Normalniy bo'lsangiz ketaverasiz, sizlar bir-biringizni demaydi. Maqsad ketaverasiz. Bu doktor bizdan odammi? Allohga shukr. Yaxshi, siz nodon bo'lsangiz shuni o'tkazib bering. Doktorligimiz yo'q. Maqara, ichchiligimiz bor. Ichchilik? Se. Ya, endi bu narsa bo'lmaydi-ku. Haramchilikmi? Sanoat tuzilamiz holat bo'yicha 136-modda bo'yicha chora ko'riladi sizga. Maqara, o'zimdan o'tirib debishdi ya. O'g'il bola bo'lib so'zlab turibman, voy. Cho'chim bekda. Kimanglar, haqoratlanmanglar. O'g'il bola bo'lib so'zlab turibman-ku. Men size ova dedim. Suydirman dedim. Buni bu etib turgan ishini ko'rib turibsiz. Hatto o'z tilini boshqara olmayotgan haydovchi mashinani qanday boshqardi ekan? Uning yo'lini inspektor to'smaganida u qayergacha bora olardi? Kimningdir umriga zomin bo'lmasligiga kafolat bormi? Rembo. Ichkilikdan mast haydovchi xodimlarni biroz ovora sarson qildi. Afsuski, uning bu xatti-harakatlariga endi sud baho beradi. Mana bu bog'otlik yigit ham ichib rulga o'tirgan. O'zi ham buni tan olyapti, ammo javobgarlikni tan olishga kelganda negadir jim. Buning o'rniga kimlarnidir tanishini, agar qo'ng'iroq qilsa, javobgarlikdan qutulib qolishi mumkinligini eslatyapti. Men ham yo'lda yuribman, siz ham yo'lda yuribsiz. Men ham Moskva tashichilik etaman. Ergasham, Jasuram hammasi taniydi. Biri o'z telefonim, Ergasham telefon desangiz telefonim. Bir chepi yo'q. Yo'q, ko'proq bu. Og'am 680 mg ko'rsatib turibdi. Yaxshi, og'am. 1 minut. Men siz hurmatli ketaman. 3 pashana javob aytaman. Podishga aytadi, bratim, Jasur
Hammasi poddish etadi. Men siz hurmatingizni ketaman. Hozir belgilangan tartibda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 131-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Ya'ni spirtli ichimlik iste'mol qilib mast holda avtomashina boshqarganingiz yuzasidan avtomashina vaqtinchalik ushlab turish uchun jarimadan ko'tariladi. Mana bu transport vositasi egasi ham spirtli ichimlik iste'mol qilgan, ammo rulga o'tirmagan, mashinani boshqarmagan. Uning nazarida bu qoidabuzarlik emas, mutlaqo to'g'ri. Ammo ichganman deb boshqaruvni na haydovchilik guvohnomasi, na mashinani boshqarish tajribasiga ega bo'lmagan yigitga berish asli katta xato bo'lgan. Qor va muzlama yo'lda bunday tavakkalga qo'l urish to'g'ri yo'l emas nazarimizda. Ammo mashina egasi e'tiborni boshqa narsalarga qaratish kerakligini ta'kidlayapti. Bu 2007-yil bo'lar ekan bu voyaga yetmagan, ag'a. Endi men aroq ichdim. Yo, tushundim, aroq ichgan ekansiz, axir haydovchilik guvohnomasi bor odamga bering, ag'a. Mashina haydagan odam deb turibsiz, tushuntiribsiz? Yaxshi. Mashina haydagan haydovchimi? Haydovchini shaxsan aniqlashimiz kerakmi? Ha, u shaxsan aniqlab turibdi. Yo'q, yaxshi, lekin Siz qarang, to'sqinlik qilmang, iltimos. Bana haydovchi ekan mashinani shaxsan aniqlab turibdi. Tushundingizmi, Rustam aka? to'g'ri-da, lekin axir hozir ishtirok yozasiz-da. Albatta yozamiz. Shuni Ha, mumkin emas mashina haydashi buni. yaxshi, uni emas, bam bilan shug'ullanib. Mashina egasi bilan. Jo'ra mashina haydatmam, mana boshlaydi ekan, balangiz bo'lsa. Chimada targ'ibot tashviqot ishlari boramizmi? Aytganmiz, tushuntirganmiz, to'g'rimi? Avtomashina boshqarmanglar deb tushuntirganmiz. Aytaveradi, bon taraf ina ichgan, bon taraf to'g'ri, lekin sen do'stim, o'zingiz sog'lig'ingni o'yla birinchi navbatda, tushundingmi? Ushbu fuqaro ham xuddi shunday yo'l tutgan. Spirtli ichimlik ichgan u transport vositasini boshqarish mumkin emasligini bilib, rulga tanishini o'tkazgan. Ha, muammodan qutulishning chorasini topgan u haydovchidan hujjating bormi deb so'ramagan. Xonqa ko'chasida to'xtatib tekshirganimizda, ya'ni hech qanday hujjati bo'lganligi sababli ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Vaqtincha jarimadan ko'tariladi. O'zi haydovchilik guvohnomasi olganmisiz? Olgansang, bu mashina kimga tegishli? Olganman. Og'ingizga tegishlimi? Qani hujjatlaringiz bormi yoningizda? Shaxsiy tasdiqlovchi hujjat bormi? ID karta, fuqarolik pasport. Mashinada hujjati bor, lekin o'yinda qolibdi. Lekin shaxsiy tasdiqlovchi hujjat bersa, bemalol tekshirib beramiz. ID karta yoki fuqarolik pasporti bo'lsa. Siz nomingizdanmi mashina? Akam malında men ichganman lekin. Akangizda kim bo'ladi sizga? Bu qo'nishim, ukam. Ishlashtama bilan boshqarish kerak-ku. Hurmatli haydovchilar, spirtli ichimliklar odamning hushyorligi va reaksiya tezligiga salbiy ta'sir qiladi. Bu esa og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Yaxshisi, bunday vaziyatda transport vositasini boshqarishdan voz keching. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilayotgan reyd tadbirlari davomida spirtli ichimlik iste'mol qilgan haydovchilar aniqlanib, ularga nisbatan qonuniy chora ko'rilmoqda. Bu boradagi reyd tadbirlari viloyatimiz yo'llari bo'ylab kuchaytirilgan tartibda davom ettiriladi. Hurmatli haydovchilar, avvalo yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qiling. Spirtli ichimlik ta'sirida transport vositasini boshqarib, o'zingiz va boshqalarning hayotini xavf ostiga qo'ymang. Bu bilan siz onalarni farzand dog'idan, farzandlarni ota-ona mehridan, bevaqt ajralishidan asragan bo'lasiz. Bugun xalqning turmushi yaxshilanib, mashinalar ko'paymoqda. Shu bilan birga yo'llarda tig'iz harakat va tirbandliklar ham yuzaga kelmoqda. Bunday vaziyatda aslo shoshma-shosharlik qilmang. Svetofor va yo'l belgilari, yo'l chiziqlari talablariga rioya qiling. Barcha harakat ishtirokchilari bilan o'zaro xushmuomalada bo'lishga intiling. Belgilangan tezlik talablariga hamisha amal qiling. Shoshilmang. Biror joyga borishni reja qilsangiz, eng maqbuli yo'lga birozgina ertaroq chiqing. Aytmoqchi bo'lganimiz, ko'cha doimo tasodiflarga to'la. Bu murakkab jarayonda bemalol harakatlanish uchun siz doimo amal qilishingiz lozim bo'lgan qoidalarni unutmang. Afsuski, ularga amal qilmaslik oqibatida har kuni yo'llarda turli ko'rinishdagi avariyalar uchrab turibdi.
Masalan, 13 fevral kuni Urganch shahar Islom Karimov va Sheroziy ko'chalari kesishgan chorrahasida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, Gentra rusumli avtomashina haydovchisi svetoforning qizil chirog'ida katta tezlikda harakatlanib kelishi oqibatida Cobalt rusumli avtomashina bilan to'qnashib, yo'l chetida turgan avtomashinalarga ham borib urilishi oqibatida ushbu yo'l chetida turgan ulovlarga ham jiddiy shikast yetkazgan. Baxtli tasodif tufayli ushbu yo'l transport hodisasida hech kim tan jarohati olmadi. Hozirda Urganch shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan mazkur hodisa yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Aholining turmush sharoiti yaxshilanib, moddiy ahvoli yuksalgani sari turli orzu-havaslar ham keng quloch yoymoqda. Qolaversa, qaysidir ma'noda qanday yo'l bilan bo'lmasin, dong taratish, mashhur bo'lish istagi ayrimlar tomonidan jamiyatda belgilangan yurish-turish qoidalarini mensimaslikka, boshqalar zarariga bo'lsa-da, o'z maqsadini amalga oshirishga olib kelmoqda. Ya'ni, bugun jamiyatning yo'l harakati qoidalariga rioya qilinishi bilan bog'liq yana bir og'riqli muammo bor. Bu mustaqil hayot ostonasida turgan yoshlarning to'y kortejlaridir. Bu haqda qanchalik ko'p gapirilmasin, ommaviy axborot vositalari orqali chiqishlar qilinmasin, o'ziga xos to'qlikka sho'xlik tobora avj olmoqda. Yaqinda Xiva shahrida to'y marosimlarida yo'l harakatining boshqa ishtirokchilari uchun xavfli tarzda avtomobil boshqargan bir guruh haydovchilarga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Xiva tumani Qaraqum mahallasi hududida Travis rusumli davlat raqam belgisiz avtomashina hamda Gentra rusumli avtomashina haydovchilarini to'y marosimida yo'l harakati xavfsizligiga tahdid solib boshqarib yurganlik holatlari tarqaldi. Olib borilgan surishtiruvlar natijasida ma'lum bo'ldiki, joriy yilning 4-fevral kuni Xiva shahri hududida o'tkazilgan to'y marosimida boshqarganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu holat bo'yicha haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashinalar vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Соображение отпрыгнули elimizde. G'ayrat etma. Qiziq. Bugun tengkurlari oldida o'zini ko'rsatayotgan, o'zini istalgan narsaga qodir deb o'ylayotgan yoshlar, mana bu dahshatli avariyalar o'zlari kabi yigitlar aybi bilan sodir bo'layotganini bilisharmikan? Xuddi shuningdek, Xiva tumanida ham nikoh to'y marosimlarida bir guruh yoshlar tomonidan yo'llarda guruh-guruh bo'lib harakatlangan, o'zi va o'zgalarning hayoti uchun xavfli tarzda avtomashina boshqargan, transport vositasini qayta jihozlab, man qilingan antennalarni o'rnatgan haydovchilarga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar tuzilib, avtomashinalar vaqtinchalik jarima maydonchasiga joylashtirildi. Shuningdek, yoshlar bu turdagi qoidabuzarliklarni boshqa sodir qilmasliklari yuzasidan profilaktik tushuntirish ishlari olib borilib, shu turdagi qoidabuzarlik oqibatida sodir etilgan yo'l transport hodisalarining ayanchli holatlari aks etgan video roliklar namoyish etildi. Bu haydovchilar zora shundan xulosa chiqarishsa, aks holda esa bunday beboshliklar falokat keltirishini hayotda ko'p eshitganmiz. Ayni kunlarda respublikamiz bo'ylab yoshlar orasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar tarqalishining oldini olishga qaratilgan keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar davom etmoqda. Viloyatimizda mazkur yo'nalishdagi tezkor tadbirlarga ichki ishlar organlarining barcha sohaviy xizmatlari, jumladan yo'l patrul hamda patrul post xizmati inspektorlari ham jalb etilgan. Urganch shahar garnizoni ikkinchi ko'rimli yo'qlamaga sarflandi. Axborot beruvchi mayor Berdi. Alloh o'rtoqlar.
Ko'rib turganingizdek, jarayon tunu kun kuchaytirilgan tartibda olib borilyapti. Buning natijasida esa xodimlarning tezkor harakatlari bilan qator jinoyatlar fosh etilyapti. Xususan, Urganch shahri ko'chalarida to'xtatib tekshirilgan mana bu mashinada giyohvandlik vositalari yashirib qo'yilganligi ma'lum bo'ldi. Joriy yilning 10-fevral kuni o'tkazilgan kechki yo'riqnomadan so'ng viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati batalyoni 3-safarbar guruhi inspektori Safdor Botir Sobirov yo'l transport hodisasining oldini olish va harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida Qo'shko'pir tumaniga tungi xizmatga taqsimlangan. Xizmati davomida xodim tumanning Beruniy ko'chasida Damas rusumli 40E970 KB davlat raqam belgili transport vositasi haydovchisining hujjatlarini ko'zdan kechirish maqsadida to'xtatadi. Ammo haydovchi hujjatlarini shoshganidan unutib qoldirganini, agar chora ko'rmasa, bundan keyin qoidalarga og'ishmay amal qilishini tushuntira boshlaydi. Uning bu harakatlari inspektorda shubha uyg'otadi va baza orqali transport vositasi egasining shaxsiga aniqlik kiritishga harakat qiladi. Buni qarangki, shubha o'zini oqladi. O'zini binoyiday tutayotgan, uzr va ma'zurini tildan qo'ymayotgan shaxs Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida yashashi va ushbu hudud ichki ishlar organlari tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismida nazarda tutilgan jinoyat sodir qilib, bugungi kunda fuqaro tergovdan yashirinib yurganligi sababli unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan Mamajonov Muhammad Sodiq ekanligi ma'lum bo'ldi. Shunga ko'ra, yo'l patrul xizmati inspektori ushbu shaxsni Qo'shko'pir tumani ichki ishlar bo'limiga olib borib, mas'ul xodimlarga topshirdi. Yo'l patrul inspektori qo'liga ana shunday sud va tergovdan qochib yurgan haydovchilar ham tushib turadi. Xuddi navbatdagi huquqbuzar kabi. Urganch shahrida o'tkazilgan keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar davomida mana bu avtomashina ko'zdan kechirilganida haydovchi yonida mana bunday sovuq qurol olib yurgani aniqlandi. Qiziq, bugungi tinch va osuda davrda bu kabi qurolni yonida olib yurishga hojat bormikan? Yoki haydovchiga uning qanday zarurligi bor? Xulosani o'zingizga qoldiramiz. Yo'l transport kommunikatsiyalari global tarmoqlar orqali integratsiyalashayotgan, barcha turdagi transport vositalarining tezligi ortib borayotgan davrda harakat xavfsizligini ta'minlash dolzarblik kasb etmoqda. Bu temir yo'l transporti faoliyatini samarali tashkil etish uchun ham eng muhim omil hisoblanadi. Bu borada zarur choralar ko'rilayotganiga qaramay, ayrim fuqarolarning huquqbuzarligi tufayli harakat xavfsizligiga putur yetyapti. O'tkazilgan kuzatuvlar natijasida ayrim avtomobil haydovchilari tomonidan temir yo'l kesishmasidan o'tish qoidalariga rioya qilmaslik holatlari aniqlanyapti. 749 Damas to'xtatildi. Qoida buzarlikni aytib bering. Haydovchiga tushuntiramiz. Temir yo'l kesishmasida o'tgan vaqtda bir stop znak turibdi, yo'l belgisi. Amal qilmay turibdi, to'xtamasdan harakatlanib turibdi. Qabul, tushundim. Hurmatli haydovchi, qarang. Bu xavfli hudud hisoblanadi. Yo'l belgilari o'rnatilgan, shlagbaumlar o'rnatilgan. To'g'rimi? Nima sababdan temir yo'l kesishmasidan o'tish qoida buzarligini sodir qilib turibsiz? To'xtadim-ku. Oldindan mana duradi Nexia. To'xtagan bo'lsangiz sizni to'xtadi deb aytadi-ku, to'xtamay turganingiz uchun to'xtamay turibdi deb aytib turibdi. Bir kuzatuv kamera olingan bir xavfli hudud hisoblanadi. O'zingizni hayotingizni xavf ostiga qo'yib turibsiz. Temir yo'l kesishmasidan kelgan vaqtda tezlikni pasaytirib to'xtash kerak stop yo'l belgisida. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 130-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Ya'ni temir yo'l kesishmasidan o'tish qoida buzarligini sodir qilganingiz uchun. Temir yo'l kesishmasida yurib tursiz, temir yo'l kesishmasida yo'l belgi o'rnatilgan, to'g'rimi? Svetofor qurilmasi o'rnatilgan. Siz yo'l belgiga amal qilmasdan temir yo'l kesishmasidan o'tish qoidalarini buzib tursiz. O'zingizni hayotingizni xavf ostiga qo'yib tursiz. Qolaversa ichida yo'lovchi bor ekan, yo'lovchining hayotini xavf ostiga qo'yib tursiz. Haydovchilik guvohnomasi olgan yeringizda o'qigan tashkilotingizda o'rgatmaganmilar temir yo'l kesishmasidan o'tish qoidalarini? Bundan nima sababdan qoida buzarlik sodir qilib tursiz? Biz boryapmiz. Bermay qolma. Haydovchisiz-ku e'tiborli bo'lishingiz kerak bunday narsalarga. Hozir ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 130-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi o'rtoq haydovchisiga nisbatan. Ya'ni temir yo'l kesishmasidan o'tish qoida buzarliklarini sodir qilganingiz uchun. Tushunarlang? Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Temir yo'l kesishmasidan o'tayotgan vaqtda e'tiborli bo'lib harakatlaning, yaxshimi? Yo'l harakati qoidalarini rioya qiling.
Haydovchilik guvohnomasi qanaqa maqsadbek? Boshqa birovning haydovchilik guvohnomasini berib tursiz men deb. Mahrum qilingan ekansiz. Sen haydovchilik huquqidan mahrum qilingan ekansiz. Ya'ni spirtli ichimlik iste'mol qilib mast holda avtomashinani boshqargan ekansiz. Yana hozir o'zingizga to'g'ri xulosa chiqarmagan holatda temir yo'l kesishmasidan o'tish qoidabuzarligini sodir qilib tursiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 130-moddasi va 135-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik ushlab turishning jarimadan ko'tariladi. Siz o'zingizga to'g'ri xulosa chiqarib oling, tushundingizmi? Siz haydovchilik huquqidan mahrum qilingansiz, lekin haligacha shu yo'l harakati qoidalarini qasddan buzib tursiz. O'zingiz yo'lovchi tashib faoliyati bilan shug'ullanasiz ekan, ichida yosh bolalar bor. Bu temir yo'l kesishmasi xavfli hudud hisoblanadi. Poyezdni oldingizdan o'tib ketdingiz, to'g'rimi? 100 metr aradan znak qo'yilgan. Siz o'zi haydovchi sifatida bilishingiz kerak uni. Qarab, poyezd yo'qligidan ishonch hosil qilgandan keyin haydashingiz kerak. Ichida yo'lovchilarning xavfsizligini o'ylashingiz kerak-ku. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 130-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi sizga nisbatan, yaxshimi? Ya'ni temir yo'l kesishmasidan o'tish qoidabuzarligini sodir qilganingiz uchun. O'zingizni xavfsizligingizni yo'lovchilarning hayotini xavf ostida qo'yganingiz uchun. Tushundingizmi? Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yo'l harakati qoidalarini rioya qiling. Respublikamiz avtomobil yo'llaridagi temir yo'l kesishmalarida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalariga ko'pincha haydovchilarimizni belgilangan talab me'yorlariga amal qilmasligi yoki e'tiborsizligi oqibatida sodir bo'lmoqda. Bunda ko'pchilik haydovchilarimiz temir yo'l kesishmalaridagi nazoratchi yoki shlagbum bo'lmagan taqdirda harakatni taqiqlovchi svetofor ishoralariga va yo'l belgi talablariga amal qilmasligi oqibatida sodir bo'lmoqda. Bugungi kunda ushbu temir yo'l kesishmalarida Xorazm viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan muntazam ravishda nazorat, reyd tadbirlari va targ'ibot va tashviqot ishlari olib borilmoqda. Shu o'rinda barcha haydovchilarimizga eslatib o'tamiz. Ushbu temir yo'l kesishmalarida haydovchilarning temir yo'l kesishmalaridan o'tish qoidabuzarliklarini sodir qilganligi bo'yicha javobgarlik belgilangan bo'lib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 130-moddasi 1-qismiga asosan ushbu huquqbuzarlikni birinchi marotaba sodir qilayotgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorda jarima solinishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, haydovchi ushbu huquqbuzarlikni 1 yil mobaynida takror sodir qiladigan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorda jarima solinishiga yoki bo'lmasam 6 oydan 1 yil muddatga haydovchilik huquqidan mahrum qilish jazosi belgilangan. Shu o'rinda barcha haydovchilarimizdan ushbu temir yo'l kesishmalaridan harakatlanganda e'tiborli bo'lishlarini, yo'l belgilari talablariga, svetofor talablariga, nazoratchining talablariga va yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Tegishli qoidalarga muvofiq temir yo'l kesishmasiga yaqinlashib, uni kesib o'tmoqchi bo'lgan haydovchi kesishma navbatchisining ko'rsatmalariga, svetoforlar ishoralariga, yo'l belgilari, yo'l chiziqlariga, shlagbaum holatiga amal qilishi va yaqinlashayotgan poyezd yo'qligiga ishonch hosil qilishi shart. Ushbu qoidalarga amal qilish orqali eng avvalo o'zimiz va yaqinlarimiz hayotini turli xavf-xatarlardan saqlab qolishimiz mumkinligini aslo unutmaylik. Yo'l harakati qoidalariga amal qilaylik. Hurmatli haydovchilar, yo'llarda belgilangan qoidalarga amal qiling. O'zingiz va atrofdagilar hayotini xavf ostiga qo'ymang. Yo'lingiz doimo bexatar bo'lsin.